Street. Wonder. Eiffel Tower 起家变成夕阳，街头艺人拉着 La Vie en Rose， 跨三的渣年在牛仔裤，三浪头拍摄旧船票 ，Times Square 大屏闪着广告，流浪汉汉 Get out my zone， 披萨切片烫着翻着酱，地铁门夹着我的饭不饱。 Mustafa Zamira mani eng sevimli o'quvchilarimdan biri. U 7-sinfdaligida birinchi ko'rganimdayoq IT yo'nalishiga bo'lgan o'zgacha bir qobiliyatini sezganman. O'sha birinchi darsda kirganimdayoq 7-sinfda sanoq sistemalari edi mavzuyimiz. Sanoq sistemalarini uni yoshidagi 13-14 yoshidagi bolalarni o'zlashtirishi juda ham qiyin, chunki sanoq sistemalari bu kompyuterning eng asosiy tushunchasi. Sanoq sistemalari bilan boshlanadi IT olami. O'shandayoq 7-sinflarning orasida Zamira ajralib turgan. O'shanda men hayratda qolganman. Shunchalik bu qiz shu mavzuni shu darajada mukammal o'zlashtira olganiga qisqa muddat ichida va unga qiyin, murakkab vazifalarni bersam, uni ham bajarib, meni lol qoldirgan. O'shandan bu qizga mehrim tushgan. Men o'sha darsimni, Zamira bilan birinchi bo'lgan darsimni haligacha kechagidek eslayman. Thank you so Unga much. omad tilayman, kelajakda katta IT kompaniyalarda ishlashini, o'zini shaxsiy kompaniyasini ochishini, yaratishini tilab qolaman.